Hammaga salom, sizlar bilan Diyor va biz bugungi videomizda kamalakli qurollarni sinab ko'ramiz. 100% bilaman, siz bunday modni hech qachon ko'rmagansiz. Va videoning oxirida Ajdarxonni mag'lub etamiz. Qani videoni ko'rsak, boshladik. Okey, bizning birinchi navbatda biz super qilich sinab ko'ramiz. Wow! Bu turganda qattiq zarba berar ekan, o'sha zarbasi odamni yo'q qo'yar ekan. Okey, ana endi kamalakli kirkanni sinab ko'radigan bo'lsak, wow. Yo! Soniyalarda sindirish-ku mayli, jin ursin bu la'nat kirkani, voy xudoyim. Lahzalarda sindirib ham bitta blokimiz bir necha bloklardan olib ketyapti. Bu jin urur. La'nati. Siz bu modda qayerdan olaman deb siqilmanglar, chunki bu mod Telegram kanalimizda Jinus Ajdarxon parta. Stop. Tushunmadim, shunda bu Ajdarxonni unusini sindira oladimi? Ye xudoyim, Minecraftda bunaqa kirka qo'shilishi juda ham g'aroyib va nerealniy. Men bunaqa kirkalarga o'rganmaganman. Xo'p, bu hozir elitraga o'xshagan g'alatiroq qanot taqdik, lekin bilasizlarmi nima? Elitrada uchish bundan ancha osonroq. Jinursun bunda qanday uchadi, buni nastroykasini o'yishi tushunmayapman, bunda qanday uchish kerakligini. Okey, menimcha sekin uchishni o'rganyapman. Ana bu yerda ko'mir bor ekan. Okey, mayli kuya. Wow. Tushib ketsam o'laman-da o'zi ham. Okey, xo'p. Va uzraslar. Okey, hozir biz uchishni bilmaganligimiz uchun ham qanaqadir binoga borib ko'ramiz. Keling, mana bu binoga borib ko'ramiz. Menimcha menga juda ham qiziq ko'rinyapti. Okey. Bilasizlarmi nima? Qanaqadir bu g'aroyib va yorqin ranglar menga nima desam ekan? Ko'zimni og'ritib qo'ydi, jinursin. Balki bunaqa video emasman boshqa. Agar sizlar so'rasanglar, xuddi shunaqa videolarni yana chiqarishda davom etaman. Okey, wow. Xo'p, bizlarning keyingi sinab ko'radigan mashinamiz ajoyib. Stop. Kamonni sinab ko'rish vaqti keldi. Mana. Bu ikkita o'ldirar ekan, bu juda ham zo'r. Albatta bu oddiy moblar bo'lsa kerak. Shu mashina ajoyib. Bilasizlarmi, mana bu mashina juda ham tez yurar ekan. Qanday zo'rg'a boshqaryapman, devorlarga urilib. Wow, sekin tushamiz. Bilasizlarmi, nima mashinada nima zo'r? Albatta vertolyot. Ana endi biz mazza qilib vertolyotda uchamiz. Vertolyot. Короче, qahramonlar keldi, ya'ni Diyor keldi, bu qahramon keldi deganidir. Okey, qani unda tezroq Ajdarxon oldiga. Stop, Ajdarxon oldiga boshdan oldin buni tiniqlansirab ko'rmabmiz. Okey. Qani ajoyib potlanganmi? Lekin biz Ajdarxonga tezroq shoshilyapmiz. Hamma kutgan vaqt keldi va nihoyat men Ajdarxonni o'ldirgani keldim. Qani Ajdarxon, kuningni ko'rsataman. Qarab tur. Okey, biz ham hozir mana bu yerdan menimcha uchadigan narsani kiyib olishimiz kerak. Lekin boya e'tibor bermabman, boya ko'rsatmasdan ikkita narsa qolib ketdi. Bu ajoyib gurzali bolg'a va menimcha bu nima bu? Xanjar biz kiribdi. Xanjar ekan, xanjar. Shu ko'rsatish ismi. Emas, lekin qilich jonini yeyapti-ku buni. Lekin bu juda ham tez uchib ketar ekan, chunki hardcore ekan u. Okey, wow, endi ko'zlarim moslashishni boshladi mana shu qorong'ulikka. Okey. Ana sindiramiz, okey. Jin o'zim bu la'nat Ajdarxonni padariga la'nat. Hozir mana shu endi qo'mib bir amallasak, qani endi bu yog'iga. Wow. Bu mexanikasiga umuman tushunmayapman-da. Mayli, hech qisi yo'q. Endi hamma kristallarni tezroq sindirib bo'lsam o'zimga yaxshi. Lekin mana bu soatni kiyib olganim ham yaxshi, chunki agarda hozir soatni kiymasam meni Ajdarxon eramni Uchqo'rg'ondan ko'rsatib beradi, lekin bizning maqsadimiz Uchqo'rg'ondan ko'rish emas, Uchqo'rg'onni ko'rsatish. Bilaman, juda ham ko'p gapirayotgan bo'lishim mumkin, lekin sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun 100% shunaqa qilaman. Okey, qani ketdik. Bekor eshitdim o'sha branchletda. Chunki jonim 2 dona qoldi. Qani uchib boramiz-da. Wow. Okey, portlatdik. Xuddi shu zaylda davom etadigan bo'lsak, bizdan zo'ri yo'q deb hisoblayman.
xuddi shu zaylda davom etamiz. Qani olg'a. Xo'p, mana wow, sindi. Ikkitagina jonim qoldi. Nima mayli. Hech qisi yo'q. Qani endi kristallarni kamonda qoqishni boshlaymiz. Teng. Okey, menimcha qolmadi-yu kristal. Ana endi ajdarho, seni kuning bitdi. Pacha. O bayaqdan taqib ketibdi. Ana endi u ham yo'q. Qani endi ajdarho. Qaydan janolar kelsan, ko'rsatib qo'ychi menga. Okey, xo'p, bitta birinchi zarbamiz tegdi kamonda. O. Qani endi sekin tushib olamiz. Mana sizdan tushib berdi, hech narsa mana ajdarhoni o'ldiramiz endi. Mana ajdarhoga o'lim, kuning bitdi. Yaramas, qurbaqa. Okey. Jenarsa tezroq pastga tushsada endi nima qimilla olmasdan. Yaramas, kalta kasak. Yaramas, maraz. Okey, qani tezroq tush. O, tushdimi? Yo'q. Jenarsan. Shaqola. Men seni kutyapman. Men tupur demadim. Oy. Mana qo'y yerga qo'ndi. Mana qo'yadi endi biz uni o'ldirib bilamiz. Qani hozir o'ldiradigan bo'lsak, bizlarga videomizga like bosasizlar, o'ldira olmasam ham like bosasizlar. Okey, qani tez. Janarsa qochib ketdi-da tuproq qarab turlamak. Agar hozir kamonda o'q otaman, teksa yerga tushguncha men g'olibman. O tegdi. Men g'olibman. Demak kanalga obuna bo'lasizlar. Ajdarho yerga qo'ydi. Endi mana shunisi o'ldirishimiz kerak. Qani ketdik. O'ldirdik. Biz ajdarhoni mana qo'yib o'ldirdik. Chunki men mana buni sababman. Okey. Ana endi ajdarhoni rosak, o'ldirib biz endermenni ham bittasini o'ldirishga ulgurdik. Va undan qolgan darajalarni yig'ib ketamiz-da. Bilasizlarmi nima? Men unchalik toshbag'ar emasman. Shuning uchun ham bu End shahriga ajdarhosiz qoldirmayman. Va bu yerga o'zimizning ajdarhomizni qoldiramiz. Buni sizlarga videoda ko'rsatmadim-ku, lekin mayli. Mana bizda kamalak ajdarho menimcha bu yerga ajoyib tushdi. Xullas video tugadi. Xayr, sog' salomat bo'linglar.